Assalomu alaykum hurmatli yaqinlarim. Mana bugun akamizga kelganmiz. Mana chiski bo'ladi. Oradagi furyon qo'yadigan joyimiz bor. Bitta suv oqib ketyapti, uni tuzatadigan joyimiz bor. Yuvib, tozalab, furyon qo'yib, hamma kerakli narsalarni olib kirib olganmiz. Shunga qarab, xudo xolisa bugun bitirib chiqib ketamiz inshaalloh. Aqalli mana bunaqa bo'ladi, yuvilgandek holat, mana yuvilmagandek holat. Farqini ko'rasizlar? Va hozirgi sizlarga ko'rsatgan yuvgan mediyami changi. Loyiha ko'rasizlar. Konditsionerimiz ishlamayapti. Furyoni chiqib ketgandi. Furyonidan degan muammolarni aksariyat bir 70% mana mashinadan bo'ladi. Furyon o'zidan o'zi chiqib ketmaydi. 70% narsa mana mashinadan bo'ladi. Mana changlar tozalansa, xudo xolasa zo'r ishlaydi. O'zi hamma yoq chang, O'zbekistonda qurilish ko'payib ketgan. Ko'proq mashinaga e'tibor beringlar sizlar. Bu ham bir nima bo'lib qoldi orqalari.